bosh og'rig'i va migren. Har ikkita odamning biri boshim og'riydi, menda migren bor deydi. Aslida migren nima? Xo'p, bosh og'rig'i hammasi ham migren emas. Aksariyat hollarda zo'riqish bosh og'rig'i bo'lishi mumkin, tenzion bosh og'rig'i deyiladi. Migren ham bo'lishi mumkin. Bo'yin osteoxondrozi hisobiga kelib chiqadigan bosh og'rig'i ham bo'lishi mumkin. Yana bir qancha sabablari bor. Oddiy shamollash ham bosh og'rig'i berishi mumkin. Endi migren nima? Migren bu trigeminofaskulyar kasallik hisoblanadi. Ya'ni bu uch shoxli nerv va miya pardalaridagi nervni og'riqqa sezuvchanligi oshib ketishi. Ya'ni bu kimlarda ko'proq uchraydi? Ko'proq nasliy moyillik bo'lishi mumkin. Keyin bu kasallikni qo'zg'atadigan triggerlar, ya'ni qo'zg'atuvchilar keskin yorug'lik, issiqlik, uyqu buzilishi, stress, gormonal o'zgarishlar, shunga o'xshash yana boshqa sabablari bo'lishi mumkin. Demak, sizdagi bosh og'rig'i oddiy bo'lmasligi mumkin. Buning uchun albatta mutaxassis nevropatologga murojaat qiling.